Durma. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi aka? Aka, yo'l bo'lsin. Samarqanddan Qirg'izistonga. Hozir Samarqanddan kelyapsizmi? Gap yo'q aka. O'zingiz qayerdansiz? O'zim Samarqandda ishlayman, asli Jizzaxdaman. Asli Jizzaxliksiz. Samarqand qayerdansiz? Samarqand Sochakda ishlayman, ham shu yerda yashayman vaqtincha. Hozir Qirg'iziston ketyapsiz. Qirg'iziston ketyapman. Gap yo'q aka, havas qildik. Qirg'izistonda aylanib, Aha. через Qozog'iston va Makka Madinagacha boraman. Gap yo'q aka. Oq yo'l. Rahmat. Qayda bo'lsangiz ham yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Loyim sizlarga ham nasib qilsin borib ziyorat qilishni. Allohim qalbingizdagi o'ylagan niyatlarni yetkazsin. Loyim aytgan. Shu joyga borib yurtimizni tinchligi uchun, xalqimiz tinchligi uchun osmon musaffo uchun duoni qilasiz aka. Xudo xohlasa.